Ushbu video qo'llanmada ijtimoiy reyestrga kiritilgan oila a'zolariga ajratilgan ssudalar monitoringini onlayn mahalla elektron platformasiga kiritish tartibi bilan tanishasiz. Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 11-martdagi 158-son qarori bilan tasdiqlangan nizomga muvofiq ijtimoiy reyestrga kiritilgan oila a'zolariga ajratilgan ssudalar hokim yordamchisi tomonidan monitoring qilinishi shart. Monitoring: birinchi 3 oy davomida har oyda 1 marta, keyingi 9 oy davomida har 3 oyda 1 marta, so'ngra 3 yil davomida har 6 oyda 1 marta o'tkaziladi. Har bir monitoring natijasi hokim yordamchisi ishtirokida dalolatnoma bilan rasmiylashtiriladi. Monitoringni o'tkazish tartibi: hokim yordamchisi onlayn mahalla platformasidagi shaxsiy kabinetiga elektron raqamli imzo orqali kiradi. Bosh sahifadagi subsidiya bo'limi tanlanadi. Suvda monitoring bo'limiga o'tiladi. Monitoring grafikidan tegishli sana tanlanadi. Monitoring jarayonida olingan fotosuratlar tizimga yuklanadi. Ssudaning maqsadli ishlatilishi baholanadi. Maqsadga muvofiq foydalanilgan bo'lsa maqsadli, aks holda maqsadsiz belgisi tanlanadi. Barcha ma'lumotlar kiritilgach, saqlash tugmasi bosiladi. Diqqat! Monitoringdan oldin talabgorning ssuda bo'yicha qarzdorligi mavjud emasligini tekshiring. Qarzdorlik bo'lsa, monitoring natijasi maqsadsiz hisoblanadi.